Salohattin aka qolmang. Salomat bo'ling, xush kelibsiz. Bugun qanaqa notebooklarni arzon qilamiz? Bugun o'zingizlar so'ragan eng ko'p so'ralgan gaming notebooklar hamyonbop narxda KZ uchun mo'ljallangan bo'ladi. Qani ketdik, sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Birinchi notebookimiz Lenovo Legionda. Holati yaxshi. Ichki holatlari ham xudo xolasa tiniq saqlangan. Notebookimiz qani ko'p bo'lgan bo'lsa ham holat juda ham tiniq saqlanib turibdi. Sizlar uchun zakasi Koreyadan olib keltirdim. Notebookda klaviatura podsvetka bor. Taglari fosforli bo'ladi. Kechki payt ishlasanglar ham, o'yin o'ynasanglar ham maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS displey bilan jihozlangan, ekrani ham juda ham tiniq. Notebookimiz prosessori Intel Core i7 8750H prosessor, ya'ni 8-avlod. 6 yadro 12 ta pato bo'ladi. Har biri 220 Hz dan notebook bemalol 430 Hz ga turbo Hz razgonga chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 2400 MHz dan. Notebookimiz doimiy xotirasi 256 NVMe M.2 SSD, undan tashqari 2 terabaytli HDD xotira ham mavjud. Undan tashqari Intel UHD 630 o'zini strongli video kartasi bo'ladi. Qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 GB video karta bilan jihozlangan. Bu notebookimizda bemalol KZ o'ynasanglar bo'ladi, GTA 5 o'ynasanglar bo'ladi, PUBG va shunga o'xshagan o'yinlarni bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari Corel, Photoshop, AutoCAD, 3D Max programmalarni o'rganmoqchi bo'lganlar ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib foydalansanglar bo'ladi, chunki narxi juda ham arzon. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2019-yil ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta qanaqa programmada, qanaqa o'yin o'ynashlarga qarab yetadi. Notebookda kerakli supportlari bor. Narxini sizlar uchun $299 qilib beramiz. Nasl savdo orqali hard qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Keyingi notebookimiz Asus TUF Gaming so'ragan mijozlarimiz uchun holati ideal. Tepa korpus metallsiz korpus bilan jihozlangan. Ichki holatlari ham tiniq. Notebookimiz klaviaturasi 12 xil RGB yonadi. Asus Auradan xohlagancha o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS plus 44 Hz displey bilan jihozlangan. Notebookimiz prosessori Intel i7 9750H prosessor, ya'ni i7 9-avlod, 6 yadro 12 ta patok, 260 Hz dan notebookimiz bemalol 430 Hz ga turbo Hz razgonga chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB 2667 MHz. Doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda Intel UHD strong video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce GTX 1654 GB video karta bilan jihozlangan. Bu notebookimizda bemalol KZ, GTA 5, PUBG va shunga o'xshagan o'yinlarni maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari AutoCAD, Corel, Photoshop, 3D Max shunga o'xshagan programmalardan bemalol o'rganib ishlasanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham maza qilib foydalansanglar bo'ladi. Keyin notebookimiz bu yerda ham Asus logotipi ham yonib turadi. Holati ideal, kerakli supportlari bor. Notebookimiz ishlab chiqarilgan sanasi 2020-01 sanada ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya, 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta qanaqa programma, qanaqa o'yin o'ynashlarga qarab yetadi. Notebookimiz narxini sizlar uchun $349 qilib beramiz. Nasl savdo orqali hard qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, soni chegaralangan. Keyingi notebookimiz Asus VivoBook Pro so'ragan mijozlarimiz uchun holati ideal. Korobka full komplektda keldi. Yangi bilan bir xil sostanida 180 gradusga ochiladi. Barmoq izi skaneri bor, отпечатки ya'ni. Notebookimizda klaviatura podsvetkasi bor. 15.6 OLED 208 ga 120 Hz displey bilan jihozlangan bo'ladi. Notebookimiz sovutish sxemasi ham juda ham aqlli ishlangan. OLED displeyda uzoq o'tirsanglar ham ko'zinglar charchatib qo'ymaydi. Maza qilib o'yin o'ynasanglar yoki programmada foydalansanglar bo'ladi. Notebookimiz prosessori AMD Ryzen 5 5600H prosessor, 6 yadro 12 ta patok, 330 Hz dan notebookimiz bemalol 460 Hz ga turbo Hz razgonga chiqa oladi. Bu prosessorimiz Intel Core i5 11-avlod Edge toshligi bilan bemalol konkurensiya qila oladi.
Notebookimiz operativ xotirasi DDR4 16 GB, 3200 MHz, doimiy xotirasi 512 NVMe M.2 SSD bilan jihozlangan. Notebookimizda AMD Radeon o'zining vstроенный video kartasi, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3050 4 GB video karta bilan jihozlangan. Bu notebookimizda ham yuqori kачествоda bemalol KZK, GTA 5, PUBG deb maza qilib OLED displeyli notebookimizda o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari AutoCAD, Corel, Photoshop, 3D Max programmalarni o'rganmoqchi bo'lganlar bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib ishlatsa bo'ladi, chunki narxi hamyonbop. Narxini oxirida aytib o'taman. Notebookimiz 2022-08 sanada ishlab chiqarilgan, kerakli supportlari bor. Zarati 2 soat garantiya beramiz. Pro versiya bo'lgani hisobiga 6 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, biznes laptop qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Olib yurishga udobniy. Narxini sizlar uchun $459 beramiz. Nasl savdo orqali bu notebookda ham xarid qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar, bu notebook uzoq turmaydi. Va bugungi videomiz qahramoni ko'pchilik so'ragan Asus TUF Dash скромный notebook. Dizayni juda ham zo'r chiqqan. Notebookimiz tepa korpuslari metal bo'ladi. Touchpad ham katta ishlangan. O'yin o'ynashga xalaqit bermaslik uchun. Notebookimiz klaviaturasi 12 xil RGB yonadi. Xohlagancha o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Notebookimiz 15.6 Full HD IPS 208 ga 165 Hz displey bilan jihozlangan. Ekrani juda ham tiniq va Hz juda ham baland. Buni KZK, PUBG, GTA 5 o'ynamoqchi bo'lganlar o'zi yaxshi tushunadi. Notebookimiz prosessor Intel Core i7 12650H prosessor, ya'ni Core i7 12-avlod, 10 yadro 16 ta patok, 230 Hz dan notebook bemalol 470 Hz ga turbo Hz razgona chiqa oladi. Notebookimiz operativ xotirasi DDR5 16 GB, 4800 MHz, doimiy xotirasi 1 TB Samsungdan NVMe M.2 SSD. Ikkala xotirasini ham bemalol kuchaytirsanglar bo'ladi. Notebookda Intel UHD vstроенный video karta, qo'shimcha video kartasi Nvidia GeForce RTX 3066 GB video karta bilan jihozlangan. Bu notebookimizda bemalol KZK, GTA 5, PUBG da yuqori displey, kuchli video kartada maza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari 3D Max, AutoCAD, Corel, Photoshop programmasini o'rganib ishlamoqchi bo'lganlar olib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Undan tashqari student, o'qituvchi, buxgalter, trading dasturchilar ham olib ishlasanglar bo'ladi, chunki narxi hamyonbop. Narxini oxirida aytib o'taman. Notebookimiz 2022-03 sanada ishlab chiqarilgan. Notebookka 1 oylik garantiya beramiz. Zaratiga 2 soat garantiya. Naq 4 soatga mo'ljallangan bo'ladi. Albatta, qanaqa programma, qanaqa o'yin o'ynashlarga qarab yetadi. Notebookimizda kerakli supportlar hammasi bor. Narxini sizlar uchun $549 beramiz. Nasl savdo orqali bu notebookda ham bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Nasl savdolarimiz sharti bitta pasport, bitta plastik bo'lsa, bemalol notebooklaringizdan istalgan olib kelsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha besplatniy dastlabki qilib beramiz. Istalgan hududga bemalol chaqirtirsanglar bo'ladi. Aksessuarlarimizdan xudo xolisa keng assortimentda fibrillakagan hammasini Telegram kanalda o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Notebooklarda ma'lumotini men aytib o'tib ketmaganlarni ham bemalol Telegram kanali orqali ko'rsanglar bo'ladi. Yana savol va taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda qoldirsanglar, qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Sizlar bilan Razer jamoasi bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.